Erkak kishi xotini uchun narsa pishirib berishi shart. Voy, maktab tishkari bo'lib direktor chaqiryapti deb. Yasanib borganlar-da. Sinf, voy, xotinini massaj qiladiganlar meni merengue ruletim retseptini olib qilmaydi. Assalomu alaykum, qaraysiz. Xullas, men qaymoqlarni olib keldim. Assalom, yaxshiman. Hamma so'ragan, ana donga ketayotgan merengue ruletni qilamiz. Chunki ko'pchilik qilyapti-da, oqib qo'yishdi. Qaymoq olib keldim. Qaymoqga ham ko'p narsa bog'liq. Ha. Boshlaymiz. Xullas, merengue rulet o'xshab chiqishini 3 ta sirini hozirlarga o'rgatamiz. Birinchisi, agar shakaringiz yirik bo'ladigan bo'lsa, sahrni pudr ishlatganingiz ma'qul. Bu bir. Ikkinchi. Ikkinchidan, tuxumni sarig'idan oqini ajratayotganda umuman sarig'i tushishi kerak emas va uchinchi eng asosiylardan bittasi bu tuxum xona haroratida iliq bo'lishi kerak. Qolgani o'xshaydi. Mana. Porshasiga aytganda устойчивый piki. Mana shu. Qarash, hozir bizda spor ketdi. Bular aytyaptilar, erkak kishi shirinlik pishirishi kerak emas deyaptilar. Xotini uchun men aytayapman. Xotini uchun narsa pishirib, shirinlik bo'ladi. Farqi yo'q, nima pishirib berib, xursand qilishga majbur erkak kishi deyapman. Nima deb o'ylaysizlar? Fikringlarni har doimgidek rubrikamiz. Buni oluza, duxovkaga chiquvza, pishgandan keyin yana qaytib oluza, keyin uruza. Xullas, hozir merengamizni yaxshilab sovutishimiz kerak, sababi ichiga krem tushsa, iliq bo'lsa, eriydi. Erib ketadi. Qaymoq-ku? Bu sovugunicha biz hozir qaymoqli mazali krem olamiz. Yaxshi. Bilib qilishing. Merengue va ruletimiz tayyor. Lekin hozir yemaysan, propitka bo'lish kerak. Xo'p bo'ladi, 3 soat turish kerak. Sizlar uyingizda qilib ko'ringlar. Imенно shu retseptda qiladigan bo'lsanglar, mana shu zo'r chiqadi. Lekin hozir shu joyga bitta narsa qilmoqchiman-da. Xudo xolasa, Dilnoz spam tug'anaqlari ertaga tabriklayman, qiling. Yoshingizga yosh qo'shilsa, men sizni juda yaxshi ko'raman. Kommentariyada tug'anaqlarim bilan tabriklab ketinglar. Ertaga salkam 50 ga to'ladi. Mana qaramasan, menga to'rt qildirib, meni tabriklab yubordingmi? Yevrechi bo'la hozir. Mayli. Pomidor. Sizlar ham bizning videoni yoqayotgan bo'lsa, like bosinglar, kommentariy yozinglar va eng asosiysi podpiskani bosinglar, chunki Dilnoz spam 44 yoshlar, yosh ketyapti. Lekin podpischiklarning 44 mingta emas. 50 mingta bo'lib berarmi mana shu videodan keyin? Mana shu videodan keyin 50 mingta bo'lsa-chi, bitta podpischikka mana shunaqa merengue rulet qilib sovg'a qilamiz. O'zing qilasan, men qilmayman. Xo'p. Bo'l. Bular hozir pishib qoladi, mana shu o'zi pishadi hozir. Unda uyga kelsam, adam rubashkalarini kiyib ketyaptilar. Ada tishli bo'lsa, voy, maktab tishkari bo'lib direktor chaqiryapti deb. Yasanib borganlar-da. Sinf tishkari bo'libdi deb ketsalar. Shunda o'g'il ko'targaningizga rahmat. Urishsa, bitta mana shu aqlli, xushli jim o'tir. Xursand bo'l, yasanib boruvdi. Shu yerda ham yaxshi.